Siz trading kurslarini muallifi bo'lsangiz, hozir sizga uni qanday yuritish va undan daromad qilish mumkinligini ko'rsataman. Ko'pchilik shunchaki video darslar qilib, uni Telegram yoki YouTube ga joylab qo'yishadi. Qo'shimcha materiallar, fayllar va boshqa ma'lumotlar ham Telegram kanali ichida bo'ladi. Lekin o'quvchilar kursni o'tdimi, ularning uyga vazifalari, qanchalik kursni o'zlashtirishyapti, buni bilish imkoniyati yo'q. To'lovlar esa naqd yoki sizni kartingizga tushadi. Keling, hozir sizga buni minus taraflarini aytib o'taman. Eng muhimi, sizda tizim va struktura yo'q. Tizim bo'lmasa, siz o'quv jarayonini boshqara olmaysiz. Boshqaraman desangiz, sizda sozlashingiz uchun juda ham ko'p vaqt ketib qolishi mumkin. Keling, mijozimiz Trading Akademiyasi misolida shu jarayonlarni qanaqa qilib tizimlashtirish mumkinligini ko'rsatib chiqaman. Ular kurslarini barcha jarayonlarini bitta joyda Exot platformasida yuritishadi. Kurs modullar darslarga ajratilgan. Darslarning ichida shunchaki videolar emas, balki qo'shimcha fayllar, havolalar va dars konspektlari mavjud. Kurslarning sotuvlari avtomatik tarzda bo'ladi va kursni VIP tarifini sotib olganlarga esa yopiq Telegram kanali ochiladi. Natijada sizda vaqtingizni tejaydigan, ishingizni osonlashtiradigan, o'quvchilarga zo'r natija beradigan va daromadingizni oshirishga yordam beradigan tizim bor. Agar siz ham o'z kurslaringizni shunday tarzda Exot platformasida yuritmoqchi bo'lsangiz, pastda ariza qoldiring.